Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men yana o'sha liger va hozir biza top 5 sizlar uchun eng zo'r mod top qo'ydim men sizlarga. Hozir birinchi modimizni ko'rsataman. Bu modda juda ham qo'rqinchli horror mod. Mana bular bor, mana shu mahluqlar hammasi bor. Bu hamma modni keyinchalik Telegram kanalimga tashlab qo'yaman, obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanal opsiyada. Hozir bunda qanaqa mahluqlar borligini ko'rsataman. Ilman mana bunaqa ham bera boshda. Bu bilan kerakchisi bu, mana bu ham berak. Faner. Bunda asta-sekin mahluqlar chiqib ham kelaveradi. Men o'ynab ko'rganman bu kartada. Va men hozir sizlarga bunday mahluqlarni ko'rsataman. Birini ketin demoqchi edim. Bunday ko'rib bo'lmasgan menimcha. Mahluqlarni ko'raylikchi. Va mana bu tuxumlar. Menimcha bu tuxum. Run. Hozir yana shu mod bilan men yana ozroq mod qo'shib ana u survival qilaman. Bu oddiy narsa ekan bular. Galemmi? Bu ana u. Bu menimcha boshqacha galem. Bu ham og'iz kattarib ketadi. Bu qonli oydagi ana ular. Agar qonli oy ham bor bunda, qonli oyda bularni og'iz kattarib ketadi. Tajovuzkor bo'ladi. Shunaqa. Bu. Okay. Bu nima ekanligini tushunmadim. Okey, bolalar, hozir mana buni. Bir narsa deb yozib chiqdi. Keyin bunda bir narsa ham bor. Ana bu sizlarga bir narsani yozib ketaveradi. Mana bu ana bu nima edi? Uxlayotganlaringda uni o'ldirmoqchi bo'ladi. Bu cho'chqa ham og'ziga tark etadigan bo'lsa kerak. Mana bu ham chiqqan edi. Zo'r ekan animatsiya. Buni ham og'ziga tark etadi. Okey, bunda ham yozib chiqdi. Bularni ham og'ziga tark etadi. Katta ehtimol bilan. U gapiradimi? Bunaqa ham bormidi? Aniq bola, men sizlarga video qilib ko'rsataman. Bu ana uni mana shu modda o'ynab nima bu? Hund. Qanday mahluq? Endi qo'y. Derim. Bu bir marta kelgan edi. Endi nima chiqdimi bular? To'xtab turinglar. Ustiga chiqib oldimmi? Qo'ygan. Harib yo'qolay.
What the heck is that, brother? Nima qilyapti bu hozir? Va bola shu deb 3 soat yurdik. 3 soat ana orqasiga tiqib olgan, ketdi. Dakansi ketdi. Okey. Bu bo'ynaga o'sha. Bo'ldi, u birinchi modimiz edi. Mana shu. Tashlab qo'yaman keyinchalik, faqat hozir emas. Yo'q, hozir emas. Короче, buni ana shu Telegram kanalimga o'tib qo'yinglar. Tashlagan paytdan birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Okey, endi ikkinchi modimizga o'tsak. Bo'lar yana ikkinchi modimizda bizani bu sizlar uchun Bedrock uchun eng zo'r оружие mod Taz0. Okey, qaysi biri edi? Mana bu o'tadigan. Qaysi biri? Okey, hozir ikkala hammasi ham o'tadi. Masalan, eng osoni mana bu drabovikni olamiz. Qaranglar. O'qlashini ko'rsam shunaqangi bir mazza qo'raman-da bolalar. Mana shuni ham tashlab qo'yaman Telegram kanalga. Ana qachondir tashlab qo'yaman baribir. Bo'yna horror mod bilan zo'r ketadi. Sharmanda qilma, sharmanda qil. Haram. Roslan. Mesela mana bu. Böyle o'qini topish kerak. Zaynab 416. Menga qanaqa o'q yetardi? Hozir ishlagan o'q. Qarang. Terban ishlarni ko'ryapsizlar. Agar indamay teginmay tursanglar hozir bir narsa qiladi. O'zini ana qurolni ko'radi-da, Rojan. Bu bola ko'rmaskan. Vaqtimga ko'rsa, ko'radi. Ko'radi bolni, faqat hozir negadir sabrim yetmadi. Bunga 9 ga 19. Mana shu ketar ekan bunga. Ko'rasizlar. Dashin. Mana shu modni ham tashlab qo'yaman. O'zlaring mazza qilib hammasini ko'rib olasizlar. Bo'ynaga horror mod bilan zo'r ketadi. Zo'r video olsanglar ham bo'ladi. Okey, endi 3-modimizga o'tamiz. Hozir bo'lar videomizdagi 4-mod, 3-mod. 3-mod ekan. 3-mod bu hammamizga tanish bo'lgan u deriga xush kelibsizdagi clown. Hozir ko'rsataman bu modni nima qilishini. Okey, mana hamma ana ularni ko'rsataman. Qanaqalar borligini. Agar mana shu videoga 100 ta like yig'ilsa, mana shu mod bilan birgalikda o'ynab ko'rsataman sizlarga. Shu joyiga stop bo'lar. Mana bu modda teksturalar ham bor. Shuni aytish esimdan chiqdi. Bu modda teksturalar bor-da, короче. Va bu ana bu tintak. Okey, mana bu. Mana bu o'sha bilsanglar, ana shunda chiqadigan bo'ynagi deridagi haykal. Ha, bu ana shunda bir bola
bolani qo'yib ketadi, qiz qutqarib qoladi, bitta qiz o'sha. Короче, bu esa boynagi polapon. Va bu klaunga yetib keldik. Ya, harrib. Cheat kodlar uncha bilmayman, nima. Mana bu eskisi. Qo'rqoqmi? Yo'q, bu jitil. Bu ko'rinmas ekan. Kim o? Mana bu qo'rqoq masxaraboz bo'lsa kerak. Qo'rqoqmi? Emas. Harib. Okey, mana bu nima bu yangi? Bu nima bu yangi tuxum? Aha, unga tekstura qo'shildi. Ha, bu ana ekan. Yangi qo'shilgan mob ekan bu. Ha, bo'ldi. Endi biz epizodimizda 4-modga o'tsak. Короче, bolalar, bu epizodimizdagi 4-mod. Hozir biz bunday kanallarni ko'rsatib chiqamiz. Hozir bunda mana shular bor. Siz turganlaringdek bu zombi mod. Va hozir sizlarga ko'rsatib chiqaman. Bu qanaqa mod ekanligini. Va bu mana birinchi turgan narsa bu velosiped emas ekan. Bu anavi motosikl. Okey, mana bu mashina biror. Bitta mashina. Qoldi baklan. Bu ichida lut bo'lar ekan bular. Va bu zombi yotib yuradigan. Okey, mana bu odam ekan. Sana yaxshimi? Nima bu? Yo. Ana trans. Okey, mana bu esa nima bu? Sichqon. Kichkina zombi, what the hell is that? Nima bu? Kichkina kuchli pikmen. What the hell is that, brother? 05. Qani? Birga bir o'xshagan. Chimni? Bana bu ilonni qarg'a. Bu endi velosiped. Короче, yana mana. Okey, bu qo'l yo'q. Okey, mana bu it. Lekin animatsiyasi so'ragan. Mana bu kim bu? Kim? Ye. Semirib ketibdi. It odamga o'xshatib kallasi. 05. Okey, bolalar, va bu bizlarni yo'q, to'xtanglar. Yana narsalar bor bu modda. Ketish. Shuncha narsa bor. Bu emas, bular emas. Mana shulardan. Nima bu? Okey, bu narsalar o'zlaringiz ko'rib olasizlar, nima ekanligini. Sizlarga bitta ikkitasini ko'rsatib o'taman. Nima bu? Kerak bilmadim bola. O'zlaring yana tekshirib olasizlar va hozir biz epizodimizdagi oxirgi va 5-mod ko'rsatamiz. Hozir 5 minut, 5 sekund.
Okey, bola, hammamga salom do'stlar va nimaga salom berdim. Korotchisi bola, bu endi epizodimizni videomizni tugatib beradigan mod. Bu nima edi? Ana bu korotchisi bu shunchaki kattaroqda bu mod 70 nechidir megabayt edi. Shunga ham arziydi chunki bu dinozavrlar modi va bundagi dinozavrlar juda ham ko'p. Aytdimmi? Mana bu tuxum, bu dinozavrlarning o'zlari. Qaranglar mana. Bu NPC ekan. Bu NPC, mana bu NPC. Bular esa bular tuxum ekan, bular dinozavr ekan. Kerakchisi bu mod bilan mazza qilib o'ynasanglar bo'ladi. Kerakchisi hozir mana bu moddagi ana narsalarni obzor qilib beraman. Grafikalaring o'zgaradi, yaxshilanadi birmuncha. Men ozroq ana dinozavrlar tuxumlarini ko'rsataman. Buncha kichkina. Bu qanaqa dinozavr bu? Bu kichik dinozavrlar. Bular ko'p bo'lib yuradi bunaqa dinozavrlar. Bu qanaqa dinozavr? Ovozdan ham sezish kerak edi. Bu ana bu bo'yi uzun dinozavr. Bundan katta ekan tuxum. Bu o'sha dinozavrga uchadigan. Ko'rgan edim. Hozir yuzini ko'rsatdi. Xuddi o'sha. Bu ham kichik ekan bu tuxum. Ikkala tuxum kichik ekan. Bu katta ekan bu tuxum. Bu tuxum juda kichik ekan. Va bo'la, epizodimiz tugadi. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar agar yoqgan bo'lsa. Bu modlarni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Qachondir bari tashlayman. Va hammamga xayr.